Assalomu alaykum barchaga. Demak, bizda ikkinchi video darslik. Aynan Coursera Yangi asr universiteti talabalari uchun maxsus Coursera dasturlarini aynan 3 ta bosqichda ishlab chiqilgan tizim sifatida bugun ko'rib chiqamiz. Demak, keling darslikni sразу boshlaymiz, ya'ni cho'zib o'tirishni hojati yo'q. Demak, sizlar bilan birinchi darsda biz umuman EduJob loyihasi maqsadlari va EduJob o'zi Coursera nima platforma ekanligi haqida gaplashgan edik. Endi biz haqiqiy hozirgi ishga texnik skilllarni rivojlantirish bo'yicha 3 ta bosqichdagi darslikni bugun siz bilan ko'ramiz. Demak, hozir ko'rishingiz mumkin, bizda shu Excel fayl turibdi. Mana shu fayl butun umuman sizga kerakli bo'lgan barcha kurslarni jamlanmasi hisoblanadi va bu fayl sizni ixtiyoringizda, ya'ni bemalol bu faylni olishingiz mumkin. Buni faylda xohlasangiz kompyuterda kirishingiz kerak, ya'ni kirishingiz mumkin, lekin kompyuterda kirganingiz afzalroq. Telefonda barcha ma'lumotlar to'g'ri nimada ko'rsatilmaydi. Shuning uchun kompyuterda iloji boricha kirishga harakat qiling. Va demak, ko'rishingiz mumkin, mana bu pastki oynada bizda Tier 1, Tier 2, Tier 3 deb yozilgan. Demak, bu Tier 1 imiz aynan siz bilan gaplashgan birinchi daraja, ya'ni texnik ko'nikmalar tanlov kurslar haqida gap ketyapti. Demak, bu ko'nikmalar juda ham muhim, chunki har bir talaba hozirgi texnologiyalar davrida kompyuter bilan ishlash va oddiy texnologik vazifalarni bajarishni bilishi lozim. Demak, bizda mana bu oynamizda kurs nomi, u davomiyligi, o'rganiladigan ko'nikmalar va kurs o'rgatuvchi kompaniya yoki tashkilot va kursga link berilgan. Demak, bizda ixtiyorimizda 5 ta punktlar bor va mana shu punktlar orqali biz kerakli kurslarni topishingiz mumkin. Demak, ko'rishimiz mumkin, birinchi kursimiz aytaylik Foundations, datalar haqida. Bu davomiyligi 3 hafta. Nimalarni o'rganishingiz mumkin? Ushbu kurs orqali elektron jadval asoslarini, ya'ni Google Sheets, Excel asoslari, ma'lumot savodxonligi, professional navigatsiya vositalari, analitik fikrlash. Yoki keyingi kursni ko'rishimiz mumkin, texnik qo'llab-quvvatlash asoslari. Bu ham 3 hafta davom etadi. Kompyuterlar qanday ishlaydi? Apparat dasturiy ta'minot, operatsion tizim asoslari, internet va tarmoq asoslari, fayllarni boshqarish, asosiy muammolarni bartaraf etish va hokazo. Demak, bizda umuman jami 9 ta aynan kompyuter savodxonligi bo'yicha kurslar bor. Ko'rishingiz mumkin, hammasi 3 haftadan iborat emas. Ya'ni sizni o'zingizga bog'liq, necha haftada, necha kunda tugatishingiz. Bu barcha talabalarni o'zini o'rganish qobiliyati, vaqti va boshqa faktorlarga bog'lanadi. Lekin umuman olganda, agar shu modullarga moslashib o'qisangiz, siz o'rtacha 2 haftada tugatasiz yoki undan ham oldin tugatish ehtimolingiz bor. Demak, mana bu kurslarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, Google Workspace'da ishlash, Gmail'dan professional foydalanish, Google Docs, masalan, Word'da ishlash, Excel'da, PowerPoint'da, Google Drive fayllarni boshqarish, hamkorlik va almashish bo'yicha bu yerda ko'rishingiz mumkin, qaysi kompaniyalar bizga dars beradi desangiz, Google'ni o'zi dars beradi. Ko'pincha Kaliforniya universiteti, Irving universitetlari va Microsoft, Google Cloud va Minnesota universitetlari va Accenture degan kompaniyalar kurslarini yig'ganmiz va sezgan bo'lsangiz, bu kompaniyalar juda ham mashhur va o'zini kasbini ustalari dars beradi. Bu yerda aynan mana shu Google'ning xodimlari va ishlovchi dasturiy ta'minot xodimlari sizga dars berishadi. Demak, xohlagan kursingizga borasiz. Masalan, men 2 hafta o'qishni xohlayman. Aynan kompyuter va ofis mahsuldorligi dasturiy ta'minotiga kirish. Aynan men shu kompyuter basics, ya'ni kompyuterni asosiy fundamental nimalarni o'rganishni xohlayman va Microsoft Office'ni, ya'ni Word, Excel, PowerPoint haqida va email bilan va internetni umuman tushunchaga ega emasman va mana shu narsalarni o'rganishni istayman. Chunki har bitta ishda Word, Excel, PowerPoint juda ham kerakli hisoblanadi. Demak, men shunday boraman, kursga linkni bosaman, ya'ni mana bunday qilib bossam, mana bu yerda tugmacha paydo bo'ladi bizda. Ya'ni Introduction to Computers degan joyni mana shu linkni o'zini ustiga bosganimda meni shunday Coursera'ni o'ziga web interfeysiga olib ketadi.
Demak, birinchi darsda ko'rgandik, qanday qilib nima deydi, tilni o'zgartirishni. Demak, tilni mana bu me'yordan o'zgartiramiz. Demak, o'zbek tilini bosdik. Demak, mana o'zbek tili kompyuterlarga kirish dasturi Microsoft tomonidan o'qitiladi. Demak, ko'rishingiz mumkin, bu 4 ta moduldan iborat, 972 ta shaxs. Demak, ko'rishingiz mumkin, bu juda ham yaxshi natija. Demak, 97% o'quvchilar bu kursni yoqtirishgan. Moslashuvchan jadval 10 soat davomida, demak, haftasiga 10 soat o'zingizga qulay tezlikda o'rganishingiz mumkin va hozirgi kursda 72 mingdan ziyod talaba ro'yxatdan o'tgan va sizga hozir mana bu Coursera Plus kursga kirish haqida emas, balkim aynan hozir kurslarni modullar haqida gaplashamiz. Demak, nimalarni o'rganasiz? CPU, xotira va saqlash kabi kompyuter komponentlari haqida bilib oling. Xavfsizlik, apparat va dasturiy ta'minot, xotira va saqlash qurilmalari kabi kompyuter tizimi komponentlari, operatsion tizimlar qanday ta'sir qilishini bilib oling va bu yerda tizim dasturlari, serverlar va ko'rishingiz mumkin boshqa ko'nikmalarni. Demak, bilish kerak bo'lgan tafsilotlar: umumiy sertifikatingiz bo'ladi, imtihonlar bo'ladi va 17 ta vazifadan iborat. Ingliz tilida o'qitiladi, lekin bu yerda o'zbek tilida avtomatik tarjimon bor. Ya'ni bu kurs 26 ta tilda mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Demak, aynan mana shu top xodimlar kerak bo'lyapti. Ya'ni siz mana shu kompaniyalarda ko'nikmalarga ega bo'lasiz, mavzu bo'yicha tajribangizni oshirasiz. Demak, bu kursda 4 ta modul bor. Ko'rishingiz mumkin, birinchi modulda kompyuterlar operatsion tizimlarga kirish, korxona tizimlari va xavfsizlik, biznes tizimlari ilovalari va yakuniy loyiha va baholash. Demak, va oxirida sertifikatingizni olishingiz yoki olmasligingiz mumkin. Yana aytib o'tganimdek, bu tanlov fanlar hisoblanadi. Demak, yana ham pastga tushadigan bo'lsak, tavsiyalar joyiga keldik. Bu yerda o'sha kurs yoqqan bo'lsa, keyingi bosqichlarga o'tishingiz mumkin. Nima uchun odamlar o'z karyeralari bilan kurslarni tanlashadi? Bu yerda tavsiyalarni, yana sharhlarni o'qishingiz mumkin. Demak, va mana shulardan iborat. Demak, kursimiz haqida to'liq mana shu yerdan nima deydi, ma'lumot olsangiz bo'ladi. Demak, biz kursga kirishni boshlaymiz. Kursga kirishni bosdik. Demak, kurs materiali degan bizda modullar keldi. Ko'rgan bo'lsangiz, mana bular blokda turibdi, chunki bular turli dasturlar. Demak, kursga kirishni hozir men sizga bepul sinovni boshlashni o'rgataman. Qanday qilib Coursera'ni tekin olishni ham o'rgataman. Hozircha men faqat kurslarga kirish haqida mavzuni sizga ko'rsatib beryapman. Demak, masalan, mana dasturga kirishni bosamiz. Demak, dasturga kirish, mana o'sha video ham boshlandi. Demak, sozlamalarga kirib, subtitrlarni yoqamiz va mana o'zbek tilida avtomatik tarzda o'zi chiqdi. Demak, butun ekranga borsak, ko'rishingiz mumkin, subtitrlar o'zidan o'zbek tilida tarjima qilinyapti. Demak, mana shu modul sizga kirish moduli bo'lyapti va bu yerda har bitta darsni mana ko'rishingiz mumkin. Biznesda Generative AI degan mavzuyimiz bor. Bu yerda o'zbek tilida bemalol o'qishingiz mumkin. U yerdagi o'sha har xil linklar orqali yana ham kuchli bilimlarga ega bo'lishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, bilimlarni tekshirish. Bu yerdan loyihalar ketyapti. Masalan, qo'shimcha manbalar, kompyuter va nima va uning ichida nimalar bor, aytaylik, monitorlar, grafik kartalar haqida. Keyingisi, masalan, dasturiy ta'minot o'zi nima, modulni qisqacha mazmuni, kompyuter va operatsion tizimlar, hokazo. Demak, kompyuterlarga kirish bo'lgan dasturimiz shundan iborat edi. Demak, kursni boshlash haqida hozir yana sizga chuqurroq ma'lumot berib o'taman. Demak, biz bundan chiqamiz, orqaga qaytyapmiz. Ko'rishimiz mumkin, barcha modullarning darslarini ko'rishimiz mumkin. Mana. Demak, bu yerda baholar, demak, qanday baholar berilib o'tyapti, masalan, baho mana yerda ko'rsatiladi. Har bittani tugatganingizdan keyin sizni baholaringiz, holatingiz qanday ekanligi ko'rsatiladi. Masalan, qaydlar, bu yerda siz qaydlar kiritishingiz mumkin. Bu yerda muhokama forumlari degan joy ham bor. Bu demak bizda
aynan modul haqida yozishmalar, ya'ni siz mana shu kursni bitirib chiqqan yoki kursda hozir o'qiyotgan talabalarni postlari va ular haqida fikrlarni ulashishingiz mumkin. Ya'ni mana moderatorlar bor, ulardan yordam yoki tavsiya olishingiz mumkin bemalol. Demak, kurs axboroti haqida mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Demak, boshlang'ich daraja, demak, Microsoft Cloud Support Associate Specialization 12 kursini birinchi kurs hisoblanadi. Demak, haftasiga 3-5 soat bilan o'qishingiz mumkin. Tillar o'zbek tilida mavjud. Qanday o'tish kerak? Aynan kursni yakunlash uchun barcha baholanadigan vazifalarni bajarish lozim va o'quv rejasi ham mana bu yerda yozilgan. Aynan bu yerda kurs kataloglarini ko'rishingiz mumkin. Kurs axboroti shundan iborat. Demak, biz aynan endi kursni qanday boshlaymiz degan savolingizga javob. Kurslar haqida sizga ma'lumot berib o'tsam, yana shu faylimizga qaytaylik. Demak, bu fayllarimizga qaytishimiz asosiy maqsadi bu kurslar o'zi tekin o'qitilishi kerak. Va biz hozir men qanday qilib kurslar haqida ma'lumot olishingizni 3-darsimizda aynan qanday qilib kurslarni tekin o'qish haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, hozir biz faqatgina kurslar haqida tanishib chiqamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana endi biz ikkinchi bosqichga o'tyapmiz. Tasavvur qiling, biz birinchi bosqichni tugatdik. Texnik ko'nikmalarga ega bo'ldik. Ya'ni bu yerda majburiy emas, ya'ni eslatib o'taman, talabalar bu yerda har bitta kursni tugatishingiz shart emas. Bu yerda xohlang bitta kurs oling, xohlang ikkita kurs oling. Ya'ni siz Courseradan qanchalik darajada maksimal foydalanmoqchisiz. Ya'ni siz aynan Microsoftni kurslarini olmoqchi bo'lsangiz, Microsoftni bitta kursini olishingiz yetarli. Yoki bo'lmasam texnik qo'llab-quvvatlash asoslarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, aynan siz chuqurroq mutaxassis bo'lishni istasangiz, 3 hafta mana shu kursda o'qishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz har bitta kurs bilan tanishib chiqing, mana linklar orqali tanishib chiqsangiz bo'ladi, o'sha kurslar kataloglari bilan va o'zingizga eng ma'qul kelgan kursni tanlashingiz lozim. Ularni men sizga qanday qilib tekin olishni 3-darsda o'rgataman. Hozir esa biz ikkinchi bosqichga o'tamiz. Demak, bu ikkinchi bosqichimiz aynan sizni majburiy fanlaringiz, ya'ni soha kesimida, aynan Yangi asr universiteti talabalari uchun yig'ilgan kurs hisoblanadi. Demak, ushbu darslar orqali siz o'z sohangiz bo'yicha xalqaro sertifikat ola olasiz va dunyoning top universitet professorlari va tashkilotlari tomonidan muhim ko'nikmalarni o'rganasiz. Demak, bu yerda soha yo'nalishi bor. Ko'rgan bo'lsangiz, psixologiya yo'nalishi, pedagogika yo'nalishi, maktabgacha ta'lim, dizayn, internet loyihalash, tarix, biznesni rivojlantirish, aynan boshlang'ich ko'nikmalar, tijorat va marketing, moliya va buxgalteriya, data engineering va analitika sohalari va bizda ingliz tili soha vakillari bu yerda kurslarni topishi mumkin. Yana aytib o'tganimdek, bu jadvalni faylni siz kompyuterda ochganingiz ma'qulroq va kompyuterda ochib o'rgansangiz ancha sizga interfeys chiroyliroq va ancha tushunarliroq ko'rinadi. Kurslarni biz nomlarini yozganmiz, qanday kurslar o'zi va bu kurslar aytib o'tganimdek 1 oydan 3 oygacha, 3 oydan 6 oygacha davom etadi. Bu haqida qancha oydan qancha oygacha ekanligini aynan siz bu yerda linklar orqali bilishingiz mumkin. Mana bu yerda biz kurslarga link qo'yganmiz. Mana shu link orqali bilishingiz mumkin. Boya ko'rsatgandek kurs katalogiga kirib ma'lumot ola olasiz. Demak, bu yerda kursni o'qishingiz uchun sabablar keltirilgan. Demak, nima uchun sabablar ko'rishingiz mumkin? Oyiga qancha daromad potensiali borligini ham yozib o'tganmiz. Bu real summalar, ya'ni siz qanday, masalan, psixologiyani o'qimoqchi bo'lsangiz, HR boshqaruv ixtisosligida psixologiya plus HR sertifikati kuchli kombinatsiya hisoblanadi. Demak, masofaviy HR koordinator rollari mavjud. Ishga yollash, iste'dodlarni boshqarish, xodimlarning salomatligi, ya'ni O'zbekistonda yetishtiriladigan nima deydi? Juda maxsus soha hisoblanadi va daromad potensiali $400 dan $1000 va mahalliy, ya'ni xalqaro $8 dan $2000 masalan oyliklar tayyor bo'ldi. Masalan, aytaylik, onlayn
Bu yerda maktabgacha ta'lim masalan aytaylik, onlayn o'sha o'qitish uchun o'quv materiallarini yaratish bor. O'zbek, rus, arab tillarida bolalar uchun kitoblar dizayni, otalar bilan brend taravushida ijtimoiy media kontenti o'sib borayotgan aynan bozor hisoblanadi. Ya'ni hozir hamma xususiy maktab, xususiy bog'cha ochgan va mana shu narsalarni aynan bolalar kitob illyustratsiyasi va grafik dizayni bo'yicha siz o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, demak siz bu yerda qaysi kurs vakillari, tashkilotlar, kompaniyalardan o'rganasiz desangiz, aynan UPenn universiteti top 10 talikka kiruvchi Meta desangiz, Facebook va Instagramni основателлari hisoblanadi, ya'ni asoschilari UC San Diego, Google, Minnesota universitetlari, aynan shu maktabgacha ta'limda esa juda ham katta tashkilot bo'lgan maktab Commonwealth Education Trust degan juda ham katta tashkilot sizga hamkorlik qiladi bu yerda. CalArts masalan, Michigan universiteti, Google Career Certificates, Colorado Boulder universitetlari va hokazo universitetlar. Bu yerda universitetlar ro'yxatini ham ko'rsangiz bo'ladi va bu yerda kursga linklar ketyapti bizda, kursga linklar. Demak, boshladiganda bunda ham sizga har bitta linkka kirib ko'rsataman. Mana masalan men psixologiya yo'nalishida o'qimoqchiman, o'qiyapman va xalqaro sertifikatni olishni xohlayman. Demak, shu linkni bosamiz va men o'z-o'zidan to'g'ridan-to'g'ri yana ko'rsatadi. Aynan shu sahifasiga kirib boryapman. Demak, bizda mana mutaxassislik chiqyapti. Positive psychology chiqyapti. Demak, bu boshlang'ich daraja, tavsiya etilgan tajriba 2 oyda tugatish uchun haftasiga 10 soat o'qishingiz kerak va moslashish uchun jadval bor va 88 mingdan ziyod ro'yxatdan o'tgan talabalar yoki shu insonlar mavjud. Demak, siz nimalarni o'rganasiz? Demak, bizda til o'zgarganda, til o'zbek tilida. Demak, cognitive positive behavior support, personal development, research, emotional intelligence va hokazo. Bularni barcha malakalarni o'rganasiz. O'zbek tilida mavjud, ingliz tilida olib boriladi, lekin o'zbek tilida subtitrlar mavjud. Demak, sertifikat beriladi sizga va aynan 5 ta mutaxassislik 5 ta kursdan iborat to'plam hisoblanadi. Demak, 63% bitiruvchilar o'zini karyerasida aynan potensial ish rivojlanishini ko'rishgan. Demak, bilimlaringizni yuksaltirishingiz mumkin, ya'ni ko'rishingiz mumkin batafsil psychology haqida kim dars o'tadi. Masalan, o'qituvchi University of Pennsylvania'ni PhD doktori sizga dars o'tadi. 2 ta PhD doktorlari mavjud bu yerda. Va masalan, ko'rishingiz mumkin, yana bu yerda tavsiyalar, savol-javoblar chiqmoqda. Demak, bu kurs haqida o'sha batafsil yana ma'lumot olsangiz bo'ladi va hokazo. Ya'ni pastga tushib, mana shu linklar orqali yana ham masalan, mana yana keyingi kursga bosib ko'ryapman. Boshqa masalan Meta yo'nalish bo'yicha social media marketing professional sertifikati. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, nimalarni o'rganasiz. Mana bu yerda yozilgan, soha sertifikati mavjud, ingliz tilida o'qitiladigan 23 til mavjud. Demak, qaysi kasb egasi bo'la olishingiz haqida ma'lumot berilgan. Demak, professional sertifikat 6 ta kursdan iborat. O'qituvchilar, metada ish beruvchilar hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin va bu yerda kurslar ro'yxati berilgan va kasb sertifikatini olishingiz ham mumkin. Demak, bu yerda xuddi shunaqa tavsiyalar bo'linmoqda. Demak, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Demak, 2-daraja sohasi kesimida muhim ko'nikmalarni qanday qilib kursga kirish haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Demak, hech qanaqa kurslarga qaytadan kirish hojati yo'q. Siz mana bu linkni ustiga bosib kirsangiz bo'ladi. Demak, keyingisi Tier 3, ya'ni aytib o'tmoqchiman, mana bu soha vakillariga aynan e'tibor berishingiz bu yerdan topsangiz bo'ladi. Mana maktabgacha ta'lim har birini oldiga borib, bizda alohida mana nomerlangan, qayerda qanaqa plyus taraflari borligini ko'rishingiz mumkin. Keyin universitet va link. Juda ham sodda ko'rinishda qilingan. Ana endi 3-bosqich, siz aytaylik o'sha sertifikatni oldingiz, o'zingizni soha kesimingiz yo'nalishida
o'rgandingiz va 3-daraja, ya'ni professional ish yuritish va kasb ko'nikmalari. Ya'ni bu ham tanlov, fan majburiy emas. Agar siz xohlasangiz birinchi kursni o'qib, buni o'qimasangiz ham bo'ladi, lekin biz juda ham katta tavsiya qilgan bo'lar edik talabalar mana shu 3-darajagacha kelishingizni, chunki 3-daraja bilan siz yana ham ko'proq ish muhitini, professional muhitni sezasiz va shunga qarab ishga tayyorgarlikni ko'rishni boshlaysiz. Demak, ushbu darslar orqali siz o'z sohangiz bo'yicha professional muhitda o'z qobiliyatlaringizni ish beruvchiga to'g'ri yo'l bilan yetkazib berishni va ish muhitida zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rganasiz. Masalan, bu yerda kursnoma berilgan, bizda 7 ta kurslar mavjud bu yerda. Davomiyligi juda ham tez bo'ladi. 2 soat o'z tezligingizda davom etishingiz mumkin. Uzog'i, aytaylik, 1 hafta, 2 haftaga cho'ziladi darslar va o'rganiladigan ko'nikmalar bu yerda asosan nutqni tayyorlash, intervyuga tayyorlash, aynan shu o'zingizning fikringizni yetkazib berish texnikasi, elektron pochtada qanday qilib o'zingiz haqingizda ishlash, ya'ni yozish, jamoada qanday ishlash kerakligi, LinkedIn profili mana ko'rishingiz mumkin, suhbat jarayoni haqida, ana xohlagan o'sha bu yerda kurs haqida ma'lumotlarni olib, kursga linkga kirib, masalan, o'sha yerda kurslarni boshlatishingiz mumkin. Demak, 1 haftada bajarish mumkin deyapti bu yerda. Demak, siz o'zingizga yoqqan o'sha tezlikda moslashuvchan jadvalda siz 2 soatda ham tugatishingiz mumkin. Bu juda ham o'zbek tilida ham mavjud, juda ham oson programma hisoblanadi. Ya'ni kasb sertifikatiga ham ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni har bittasidan sertifikat olganingiz yaxshi. Ya'ni har bitta darajadan tasavvur qiling, 3 ta sertifikatingiz bo'lsa, demak siz hamma tomonlama tayyor xodim hisoblanasiz. Demak, bu bizni Coursera EduJob yangi asr universiteti aynan maxsus siz uchun tayyorlangan kurslar ro'yxati va bu ro'yxat sizda har doim mavjud bo'ladi. Xohlasangiz o'zingizga saqlab olsangiz ham bo'ladi va bu kurslarni har doim hammaga bo'lishingiz ham mumkin. Ya'ni aynan siz barcha bilan biz iqtisodiyot assambleyasi xodimlari barchamiz sizni yaxshi inson, yaxshi xodim va muvaffaqiyatli talaba bo'lishingizni qo'limizdan kelgancha ko'mak beramiz va barcha aynan universitet talabalari bo'lmagan aka-ukangiz, opa-singlingiz ham mana shu ma'lumotlarni bemalol ulashsangiz bo'ladi va ularga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, Coursera haqida yana qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, shaxsan guruhni o'ziga yoki menga yozsangiz, murojaat qilsangiz bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Demak, 3-ko'nikma darsimizda sizlar bilan qanday qilib Coursera'ni tekinga o'qish va qanday qilib mana shu Coursera'ni yana ozgina texnik joylarini bir ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lamiz.